Menimcha bunaqa tochni qo'yish har kimga ham emas. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Podключ Samarqand ko'pincha sifatni gapiradi. Men ko'p sifatlar haqida gapiraman. Mana bu xonadonimizga proyektini o'zim chizganman, qo'lda chizganman proyektini. O'zimning ustozlarim ishlagan har bir jarayonda o'zim bosh bo'lganman. Mana bu plitalarni kran bilan qo'ygandik. Bu yerning uzunligi 15 metr, yani podval qismi. Hozir men bitta plitalarni qanday holatda turganini, tochnisini bitta ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Hozir bitta lazerni yoqaman. Lazerni ham yoqib oldik. Bitta narsani eslatib o'tay. Bu yer 15 metr. Hozir 15 ga 5 bu yer. Bu yerni ko'ramiz o'zi. Keyin u tomonni ko'ramiz. Ровно 1 metr 1 santimetr. Lazerdan turibdi. Hozir endi 15 metr u yog'ini ko'ramiz. Mana plitaga turibdi. Yuqorisi 1 metr 1 santimetr. 1 millimetr kamroq. Bu menimcha tochni degani. Endi bonusiga bitta o'rtasini ham ko'ramiz. 1 metr 1 santimetr. 15 metrni 3 ta joyini ko'rsatdim hozir. U boshni va o'rtani. Menimcha bunaqa tochni qo'yish har kimga ham emas. Xudo xolasa shunaqa ishlar agar xizmati kerak bo'lsa, Podключ Samarqandga aloqaga chiqasizlar.